Assalomu alaykum. Sizlar bilan men Kozimjon G'ofurov. 3D Max dasturidan soddalashtirilgan o'quv kurslar. Mana endi navbat mana shularga keldi. Orqaga qaytamiz. Rectangular selection region deyapti. Ya'ni to'rtburchakli holatda belgilab beraman deyapti. Chap tugmani bosgan holatda belgilasam, mana permistit yana aktivlashdi. Yoki bu tomondan. Chap tugmani qo'yib olmagan holatda belgilash kerak bo'ladi. Xo'p. Undan keyingi navbat, demak uni oldiga kelib turib o'ng tomonni bosadigan bo'lsak yoki bosib turamiz, shu yerda bosib tursak 5 xil holat chiqadi. Aylanali holati, ya'ni aylana ham bir xil. Chap tugmani qo'yib olmasdan ushlayman. Ichiga kirgan obyekt tushaveradi, ya'ni ichiga kirgan obyekt kiradi. Misol uchun mana buni ichiga kirdimi? Kirdi. Ikkita kirsa ikkita, agar hammasini ushlaydigan bo'lsak, hammasini ushlab oladi. Mana qarang. Bir paytda o'zi select and move komandasi bir nechta obyektni joydan qo'zg'ata oladi. Buni yoki mana buni o'zgartirib qo'yishimiz uchun o'ng tomonni bosaman va yoki chap tugmani bosib turgan holatda ichiga kiramiz. Bunisi bu chiziqlar yordamida belgilab beradi va oldiga kelsak belgilaydi mana. Qarang. Misol uchun siz oshcha komandalarni belgilamagan holatda ichiga kirgizib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Demak, odatda biz bulardan foydalanmaymiz. Faqatgina asosiy sifatda to'rtburchak holatdan ishlatamiz. Ya'ni rectangular o'sha to'rtburchak degan aslini olganda. Bo'ldi. Endi keyingi komanda window crossing. Bu nima qilib berar ekan? Mana men hozir belgilayapman. Belgilayotgan taqdirimda ichiga kirgan holatda belgiladi, to'g'rimi? Mana strelkalar paydo bo'ldi. Endi demak belgilagan paytimda strelka paydo bo'ldi, lekin agar belgiladim faqat yarmiga yetib oldimi? Mana yarmiga teguvdim, belgilamadi. Nima uchun? Sababiki mash komandamiz aytayapti, window crossing mana buni bosib qo'ysa, ichiga kirgan holatda belgilayman dedi. Mana endi belgiladi, qarang. Tegida belgilab berdi. Agarda mana buni bosib qo'yadigan bo'lsam, faqatgina ichiga kirgan taqdirdagina belgilaydi mana. Ichiga kirdi, belgiladi. Agarda men oldiga tegib ketsam, belgilamaydi ekan. To'g'rilab qo'yamiz, ya'niki window holatiga qo'yib qo'ysak bo'ldi mana. Bizga mana shu usul udobni anchagina, chunki hamisha ham vaqti bo'lmaydi. Buni ichiga doim olib yurganda anaqa obraz qilib, faqatgina tegib qolsa hisob. Fonni bossam qo'yib oladi. Endi qanaqa komandalari bor? Buni garachisi W. Ya'ni aytaylik, belgilamoqchi bo'lyapman. Bu komanda o'chib qoldi. Uni faollashtirish uchun W komandasini bir marta bosaman va permistitga o'tdi. Xo'p, endi permistit bilan keladigan bitta komandalarni sizlarga o'rgatib qo'yaman. Men biror bir obyektni belgilangan holatda uni oldiga kelib turib, misol uchun shift klavishini bosib turgan holatda X o'qi bo'yicha tortaman. Tortsam, o'sha obyektimizdan kopiya tashlab beradi. Mana bu yerda clone options degan okno chiqadi. O'sha joydan siz instance emas, kopiyani bosasiz. Kopiyani bosib bir marta OK ni bosamiz. Mana kopiya berdi. Yoki mana bu choynaydi o'zidan. Demak, shift bosgan holatda tortyapman. X o'qi bo'yicha tortdim va bu yerdan copy deydi. Agar siz kopiya qilishingiz mumkin va bunga number of copies deyapti. Ya'ni nechta kopiya qilib beraman deyapti. Siz misol uchun 5 ta deyishingiz mumkin yoki mana bu yerdan tushirib chiqarishingiz ham mumkin bo'ladi. Pastga tepaga. Aytaylik, ikkita kopiya qilmoqchiman. Okey. Yaxshimi? Demak, xohlasangiz, mana shularni hammasini ushlab turib, shift bilan yana tortasiz va bu yerga misol uchun 20 ta deb qo'yishingiz mumkin. Okey. Mana 20 ta joynik uzoqlashamiz. Endi yaqindan qaraymiz. Perspektivani bossam, perspektiva yordamida qarayman mana. Komandada bir nechta choynaklar. Demak, bu hammasi kopiyani sharofati. 3D holatda qilishingiz ham mumkin. Ya'ni 3D holatda shift bosib turib Z ga tortadigan bo'lsangiz, yuqoriga tomon tashlaydi va kopiya emas, misol uchun kopiyani 4 ta dedingiz. Mana eniga, bu tomoniga 60 ta, balandligiga 4 qator choynaklar majmuasi. Kerakmi shunchalik choynak sizlarga? Top Z. Ortcha komandalarni o'chirib yuboraman. Tepadan qaralganda bular bittaga o'xshaydi, chunki nimaga? Bir-birini ustida tikka turganligi uchun ham bular bittaga o'xshaydi. Agar siz frontaldan qarasangiz, ya'ni F ni bosaman va Z ni bossam, bular ham bir qatorga o'xshaydi. Aslini olganda unaqa emas. Ana endi topni bosaman, Z, hammasini belgilayman. Hammasini belgilab turib, udaretni bosib tashlayman. Delete o'chib ketdi. Z ni bossam, ekranda bor komandalarga qaytib kelamiz. Savol va takliflaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring.